Mana xudo xolasa 3000 ko'ki. Endi bu aka yana 3 ta bilet berdim hozir ham. Endi shundayda, ilashib ketaveradi-da, to'g'rimi? Xolodilnikchi aka kuchaydi. Avval salom, ba'da kalom deydi, lekin men aka, shashim. Upakovkasi o'nasini ham sen ochiqdagi qorasi ham beray deyman-da, bir bunday qorasidan bunday ikkita qora, ikkita oq. Ichiga olib. Assalomu alaykum. Aka, qandaysiz? Soliz yaxshimi? Aka, bir narsaga oydinlik kirgizaylik-da ikkovimiz. Shu hazilimiz oxiri borib urushga bo'lmasin. Shu pasportingizni bir ko'rsating. Propiskangizni bir ko'ray. Siz Qashqadaryodanmi yoki Buxorodanmi? Bir Qashqadaryo deysiz, bir Buxoro deysiz. Qanday tushunsam bo'ladi? Shiva Buxoro endi hazillashamiz va bir-birimiz bilan birinchi kun ozgina ikkovimiz bilan telefon orqali hazillashib, bunday seriozlik bo'lib ketdi-da, mayli. Akajon, bir emas, hammaga bitta bersam sizga 4 ta. Naushnik. Do'stlar, xolodilnik obunachilar keraklar. Javob. Luboy xolodilnik 2000 skidka. Men javob. Shunda 2000 Luboyga shunday kelasiz, narxi nechi pul? 2000 skidka. O'zi. Ana, ko'rdingizmi? Akamiz bu safar 1000 yutuvdilar. Biz 3 ta bilet berib, aka bo'ldi. O'zingiz gapirib bering endi. O'zingiz gapiring. Men gapiraman. Mingtada 70 ming ketira birinchi marta o'ynayapman, men bilmasam. Bu ikkinchisi. Instagramga ko'rib o'tdim, chiqib qoldim. O'zlari bergan biletga chiqdim. Qarang, unday bo'ldi-da obunachilar. 80 berishimiz kerak-ku. Biz 70 berdik-da akaga. 3 ta bilet berdik endi. Ozgina tezroq yutsin, tezroq ketsin deb. Mana xudo xolasa 3000 ko'ki. Endi bu aka yana 3 ta bilet berdim hozir ham. Endi shundayda, ilashib ketaveradi-da, to'g'rimi? O'zi Bizda nima? U baribir u bilet ketadi. Prosta 1 soat bo'lsa ham oldinroq ketsin. O'sha katta YouTube yutganlar 1000, 3000 bitta, 3 ta, 5 ta bilet beradidagi qolganini olib kelib beraveradi. Buxoroga qayerdan siz bilan? Vobken. Do'stlar, ro'za Ramazon oyi kelyapti, xudo xolasa. Endi bu ham bir ko'ngildan chiqargan narsa-ku. Bo'ldi-da, endi ak qilib o'tirma-da, qo'y gapirib olaman. Xolodilnik, stralniy mashina akamizni birinchi kommentariyaga nomerlaringizni bu safar ham yozmabsiz. Yozib qo'ying, zakropit qilib qo'yaman. Ismingiz Otabek, to'g'rimi? Otabek aka, Gorod Podolskida Luboy shunday kelasiz-ku. Luboy nechi pul? 15 mingmi? Bo'ldi, 2000 skidka. O'zi oyiga mana shunday, mana o'zlar ham aytdi. Kelasizlar O'zbekistonga ham dastavkasini aka bilan gaplashib kelishib, Tojikistonga ham kerak bo'lsa. Bu yerda ham masalan qimmat narsani magazindan olmaysizlarki, akadan kelib olsiz. Ishlaydi, zakonni endi remont qilganda u pulizga qarab 40 ming emasdagi 17 ming. Garantiyasi ham bor bir oy. O'shaning uchun barchalaringizga omad tilayman. Kirib yana bir marta ichkarida xabar olib chiqamiz. Salomat bo'ling, yana bitta video qilamiz.